Foizi 0 bo'lgan mashinalarni bemalol bosh to'lov bilan olib chiqib keting degan videolar oxirgi payt juda ham ko'p tarqaldi. Bizning yosh oilamizda bunaqa takliflar o'ziga конечно yoqadi. No bosh to'lovi qanaqa ekan deb plyus qoldirsam hech qaysi narxini yozmaydi, faqat telefon qiling deydi. Amanga o'xshagan telefonda gaplashishni yomon ko'radigan inson uchun bu yoqimsiz. O'sha uchun ularni ham boshini ortmadim deb har bittasini saytiga kirib, o'zim narxlarini solishtirib analiz qilib chiqdim. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Ular turmush o'rtog'im uchun qilib chiqdim. Ular vaqtlari ketmasin deb. Masalan, o'rtoqlar Jataur X50 degan model bor ekan va uni skachat price ga kirsangiz, mana yozib qo'ygan luxury modeli 247 million degani. Xuddi shuni yozdim va necha foiz to'lasangiz necha oyga berishlarini ham birma-bir yozib, uni narxlari bilan chiqarib qo'ydim. Turmush o'rtog'im qiynalmasinlar deb. Hammasini faqat 12 oylik yetib ketaman, qolganini screenshot qilib ko'rsangiz bo'ladi. Agar 30% to'lasangiz, ya'ni 73 million 800 to'lasangiz, 12 oy 14 million 350 mingdan to'layotgansiz. Ana endi keyingisiga o'tamiz o'rtoqlar. Tigo 2 Pro degani bor ekan, Cherry'da bu 99,900 ekan. Endi buni xuddi shunaqa 0% rassrochkasi qanaqa bo'lyapti? 59 million 997 ming 30% to'laysiz, keyin 12 oy 11 million chemtadan to'lab borasiz xullas. Arizo degan modeli bor ekan, buni komfort modelini, o'rta modellarini olib chiqdim 214 million 900 ming. Endi buni 5%, demak 30% oldindan to'lab 64 million 470 ming, 12 oyga bo'lsa 12 million 535 ming 833 ming so'mdan tushar ekan. Qoidat video. Qolganini mana o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin, aytib o'tirman. Havalda ham xuddi shunaqa 5% rassrochka bor ekan. Mana M6 deganiga ko'ramiz. Mana har bitta bank har xil takliflar beradi. O'shanda masalan Davr bankka oldim 30, 50, 60 xuddi shunaqa mana yozib chiqqanman 30, 50, 60 qilib. Ana endi umumiy narxini qayerdan olding deyotgandirsizlar. Mana o'rtoqlar narxini ham Havalli o'zidan komfort degan modelinikini oldim. 259 million chemta to'g'rimi? Endi grubi 260 million deb yozib qo'ydim. Xuddi boyiga mana bu rassrochkasida hisoblaymiz to'g'rimi? Mana 30% oldindan to'lov 78 million bo'lar ekan M6 ga. 12 oy 15 milliondan berasizlar. Mana hozir oxirgi payt yomon trendga chiqqan Kia'ni Soneti har bitta bank aytib o'tganimdek har xil variant taklif qiladi. Masalan, biza kelinglar mana bu banknikini ko'rib chiqamiz. 25% yozganman. Bu yerda ham xuddi shunaqa 25% to'lasangiz 18 oy beradi. Demak, 223 million pulni qayerdan oldingiz desanglar, ko'rishingiz mumkin. Kia Sonet. Narxlar mana lyuks modeli. 223 million deb oldim. Grupa to'g'rimi? Oldindan to'lov 55 million 750 ming, oylik to'lov 9 million necha puldandir chiqyapti xullas 18 oyga. Qolganini o'zingiz ko'ra olasizlar. Mana sizlarga haqiqat hisob kitob deydi-ku. Mana keyingisi eng hit Onyx to'g'rimi? Ham Onyx ga qiziqyapti. Men bunisini hisobladim. AT plus degani bor ekan-ku, 2 mana 206 million 640 ming. Bu endi skidka degan-da o'rtoqlar, xuddi shuni yozib chiqdim. Nimaga asoslanib yozildi desangiz, mana Chevrolet o'zi saytiga kirdim. 5% yozilib qo'ygan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 25% to'lasangiz 30 oyga. Trekkerga boshqa taklif, Onyx ga boshqa taklif ko'rishingiz mumkin. 25% to'lasanglar 30 oyga beryapti Onyx. Endi men Onyxni xuddi shunaqa hisoblab chiqdim. 206 million mana общий summani yozganman. 25% oldindan to'lov 51 million bo'lyapti deb, uni 30 oyga beryapti. Shunda 5 million 166 ming. Endi o'rtoqlar buchi men yozilgan narxi bo'yicha hisoblab chiqdim. Borsanglar bu narx bo'lmasa meni urishmanglar, men buni turmush o'rtog'im uchun qilib chiqdim. Sizlarga ham balki foydasi bo'lib qolar deb video qilib joylab qo'yaman. Endi keyingisi mayli trekker ham qolib ketmasin. Buni ham Premier Plus modelini mana chegirmadagi narxini oldim. 252 millionni. Bularda 25% oldindan to'lasanglar 24 oyga berar ekan. Oylik to'lov 7 million nimadan chiqar ekan. O'rtoqlar video foydali bo'lgan bo'lsa, mashina olmoqchi bo'lib hisob kitobini qilolmay yurgan yoki avtosalonlarni aylanishga vaqti bo'lmayotgan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Men bir nechta kompaniyani solishtirib chiqdim. Rahmat.